rahmat. Prezidentimizning So'x tumaniga bo'lgan e'tibori, mana So'x tumaniga bo'lgan mehrini hamma xalqimiz bilib turadi. Haqiqatan sezib turamiz. Har kuni chuqur his qilamiz biz. Mana bugun o'sha prezidentimizning So'x tumaniga alohida 2020-yilda chiqargan qarorlari, ya'ni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 4798 sonli qarori ijrosi doirasida So'x tumanida shu kichik aviatsiya uchun aerodrom tashkil qilingan. Mana birinchi bo'lib uch kelganingiz uchun rahmat. Qarorini ijrosini mana birinchi mana So'xga samolyot kelib qo'nishi, mana rahmat sizga, tarixda qolasiz. Sizlarga rahmat. Shuncha qilib. So'x xalqi juda ham minnatdor. Joyda qo'lalar. Mana ob-havo ham qarang. Havo ham Shu xalqqa xizmat qilamiz-da masalan. shu gaplar. Shu xalqimiz tinch bo'lsin. Hammaga sog' salomatlik. Rahmat. Hamma to'y bo'lsin, to'ylarga kelib xizmat qilaylik. Rahmat, rahmat. Mana shu samolyotda olib kelganimiz passiyanda mana shu har doim shu reyslar ochilsa, uzoqlaringizni yaqin qilsin, mana shu kichkina samolyot bo'lsa ham. Sizlarga katta rahmat. Sizga ham rahmat. Oqim bu bitta gap aytay. Vaqtimizga osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurtimiz tinch omon bo'lsin. Baxtimizga shu davlatimiz doim ravnaq topsin. Hamma vaqt prezidentimiz, yurtboshimiz amon bo'lsinlar. Ey joni dilam, ey vatan az dilho me barorat g'am. Vatan odam ro me kunad odam. Boli parikas vatan me boshad. Baxtovori kas vatan me boshad. Baroy vatan doim xizmat. Oqim bova, sizga rahmat. Mana prezidentimizga mana shu So'ximizni e'tiborga olib, mana shuncha aerodrom qurib berganlari uchun xalq nomidan minnatdorchilik bildiraman. Shunchalik mana shu So'x tumanimizni yurtboshimiz nazarlariga ilib, shunchalik So'x xalqiga e'tibor berib, shu kunlarni Alloh So'x xalqiga munosib ko'rdi. Shu ishlarga kim hissaguzorlik qilib xizmat qilgan bo'lsa, hammalarini Alloh taolo tan jonlarini sog' qilsin. Xonadonlarda Alloh taolo tinchlik barqaror qilsin, tinchlikni. Mana shunaqa shu samolyot kelish bordi keldimiz uzilmasin, ko'plab minglab yillarga Alloh shu bordi keldimizni davom ettirsin. Hamisha yurtimizda tinchlik bo'lsin. Sizlarning ham Alloh xonadonlaringizda tinchlik, barakani Alloh artsin. Rahmat. Aziz samolyotlar, bexatar bo'lsin.
Parozlar, sog' salomat.